Zombilar ertaga ertalab shu qishlog'imizni yo'q qilamiz. Unda biza qayoqdan otilishni boshlaymiz? Qayoqda bugun kechqurun uxlaymiz? Biza qanaqadir baza qurishimiz kerak. Вообще uxlamayapman-de, borib shu kravatim qanaqadir qattiq bilmayman yoki isib ketyapmanmi, nima qilishni bilmayapman. Mayli, ozgina oynani ocha qolay. Havo judayam yaxshi ekan-de. Voy, judayam zo'r. Endi keltirsam ham bo'ladi. Tushunmadim. Kimlar ular? Zombilar, manda ideya bor. Biza tunnel quramiz zombilar. Keyin ertalab o'sha yerdan otilamiz mana 13-chi qishloqqa. Mashitdan qurishni boshlaymiz hamma orqamdan. Nima? Tushunmadim. Menga nima eshitildimi? Yo'q, eshitilmadi. O'lim bizani qishlog'imizga otilishmoqchimi? Qanaqadir to'y haqida gapirishdimi? Yo'q, men orqaligidan kuzatishim kerak nima bo'layotganini. Hop, qaraychi. Voy, ular rostdan ham qanaqadir tunnel qurishyapti. Kattaligini qaranglar buni. Ular nima rostdan bizani qishlog'imizga otilishmoqchimi shu yoqda? Zombilar, tezroq quringlar bu yoqni. Xaziladan keyin ertalab bo'ladi o'sha. Biz ulgurishimiz kerak. Voy, ular rostdan bizani qishlog'imizga otilishmoqchi ekan. Tezroq endi hammani uyg'otish kerak. Yoki birinchi bo'lib men bilan kirib ketsa, keyin uyg'otish boshlayman. Bo'la qo'llaring tezroq kirib ketsalaring-chi. Mayli, ungacha men borib kompotni uyg'otib turaman, keyin hammani uyg'otaman. Undan keyin kompot bizani qishlog'imizga otilishligini aytib, shu tunnelga kirib ketishdi zombilar. Voy, qishloqqa seninki bu tushingga kirmadimi? Yoki qayerdan tushingga kiradi? Mana bu rostdan ham qanaqadir tunnel bor-u, menimcha ertalab rostdan ham qishlog'imizga tashlanishadi ular. Biz nima qilamiz unda? Buni qilish kerak tezroq. Bilmasam endi urishish kerak ular bilan yoki mana bu yerda yo'q qilish kerak bu tunnelni. Kompot bizni qishloqimizdan yo'q, qanaqa qilib zombilar har doim qishloqlarni yutadi-yu. Biz ularni yutolmaymiz, kompot. Xavotir olmanglar qishloqlar, sizlarda men borman, men odamman. Odamlar har doim zombilarni yutadi. Uni tezroq nimadir qilishni o'ylab topish kerak. O'sha ozginadan keyin ertalab bo'ladi. Qishloqqa yetdi-yu, ular ertalab otilarkan. Tezroq nimadir o'ylab topish kerak hozir. Nimadir o'ylab topish kerak, to'g'ri. Yoki mana bu yerga qanday katta devor qurib qo'yish kerak, lekin bu 100% emas. Ular boshqa odam ham chiqib kelishligi mumkin. Yoki ichkariga kirib shunda ularni o'sha yerda savalab tashlash kerak. O'z qishloqqa ular nechta deganda 20 ta 30 tamidi, qancha edi ular? U kompot mana shunaqa 20 ta 30 tacha edi, lekin men 100% to'g'ri sanomagan bo'lishim ham mumkin. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Zombilar lekin juda ham ko'p ekan. Lekin qishloqlar menga sizlarning yordaminglar kerak. Menga mana shu qishlog'imizda eng zo'r avtomat pistoletlarni olib kelib beringlar. Kompot nima deganini eshitmadinglarmi? Ketdi tezroq. Hop, qishloqlar faqat eng zo'rlaridan olib kelinglar. Hammaga salom do'stlar, meni ismim Kompot. Meni yangi videomga xush kelibsizlar. Orqamga qaranglar, mana bu zombilar o'zligiga zombi tunnel qurib olishdi. Endi mana shu yerdan ertalab bo'lganda bizani qishlog'imizga otilishmoqchi ekan, lekin yaxshi ham qishloqqa ko'rib qolibdi. Lekin bularning idealigi juda ham yaxshi bo'libdi. Menimcha ichkarida ularni bazalik bo'lsa kerak, lekin men ichkariga kirmayman. Hozir pistolet avtomatlar juda ham qo'rqyapman boru. Yuta olarmikinmiz endi nima deb o'ylaysizlar? Mana bunaqa tunnel ham qurib olishibdi o'zligiga. Qaranglar, mayli yutamiz degan umiddaman. Sizlar bilan birga 100% yutamiz. Kompot, biz pul tashlash qishlog'imizga hamma narsalarni olib keldik. San uchinchi mashina yetadi degan umiddamiz. Mayli qishloqlar qaniychi? Qishloqlar, mashina o'zi ham yetsa kerak ularni yutishga. Voy, qishloqlar qaranglar, ular уже anti-ishini ham ochib qo'yishdi. Tezroq bo'lish kerak unda. Kompot bo'laqov, naro kiyimlarni ham kiyib ol, biz senga yana ochki ham olib keldik. Kechqurun ko'rsa bo'ladigan. Bo'ldi, qishloqlar, rahmat sizlarga. Hop, men ochkini ham kiyib olamiz. Vau, qanaqa yorug' bo'lganini. Hop, endi kiyimlarni ham kiyib olamiz. Ana bo'ldi, tayyor. Hop, endi yutamiz degan umiddaman. Kompot bo'laqov, kir ichkariga, biz senga ishonamiz, sen yutasan ularni. Hop, rahmat qishloqlar, sizlar borib turinglar. Men hozir ularga ko'rsatib qo'yaman. Hop, zombilar, bu yoqqa kelinglar. Mana sizlarga o'shaylar. Qaranglar ularning ko'pligini. Hop, o'shaylar sizlarga. Mana. Hop, sizlar hech nima qila olmaysizlar. Sizlarning qo'lingizdan hech nima kelmaydi. Hop, ana bo'ldi. Ozginasi ketdi. Voy, men ichkarida ham ular rosa ko'p ekan-ku. Hop, bundoq qilamiz. Bo'ldi, perzayratga qolamiz.
Hop, davay tezroq. Voy, to'xtanglar, bundoq qilamiz. Ana bo'ldi, ushanglar sizlarga. Hop, sizlarning qo'lingizdan hech nima kelmaydi. Bolalar, bu yoq tarafini men yutib bo'ldim. Ichkarida yana bormikin? Nima deb o'ylaysizlar? Mana bu yerda etgan chirishak tushdi, qaranglar. Hop, mayli, mana bu yerda yana qanaqa pastki yo'l bor ekan. Hop, pastda suv bor ekan. Mayli, sakraymiz. Hoppa, ana ketdi. Mana bu yerda qanaqadir eshik bor ekan. Mana bu yerda как раз richak bor. Hop, ana bo'ldi. To'xtanglar hammanglar. Hop, bu yoqda hech nima yo'q. Bu yoqda ham hech kim yo'q. Hop, bu yoqda ham hech kim yo'q. Bu yoqda-chi hozir? Bu yoqda ham hech kim yo'q ekan. Menimcha ular shu yerda uxlab ovqatlanishga ishlayapti. Hop, mayli. Bu yoqda lekin hech kim yo'q ekan. Nima bo'ldi? Tugadimi zombilar? Menimcha tugadi. Voy bolalar, to'xtanglar, nimagadir mani boshim aylanib ketdi. Borib qayerdadir yotsammikan yoki o'tirib ola qolay. Voy, tushunmadim, nima yashil bo'lib ketish boshlag'anmi? Menimcha men zombilar bilan urushayotganimda ular meni tishlab olganmi deyman-a. Voy, yo'q, men ham kasal bo'lib qolaman. Unda men o'zimga dori qidirishim kerak. Hozir to'xtanglar, qayerda bor ekan dorilar qidirish kerak. Nimadir bor ekan. Xo'p, bu yerda antibiotik yo'q, bu yetarli emas. Yana narsalar kerak. Tushunmadim, nima bu? Mayli, o'zimiz bilan olamiz. Hop, yana nimalar bor? Hop, mana bu yerda nima ekan? Hop, fizrastvor. Mayli, bu ham bizga kerak bo'ladi. Lekin bular hammasi yetarli emas. Bizga ko'proq narsalar kerak. Hop, mana bu yerda nina bor ekan, shpritsga. Hop, yana nimalar bor? Hop, bizni qutqarishimiz kerak qishlog'imizni. Bu nima ekan? Kristal. Hop, mayli, bu ham kerak bo'ladi. Hop, bu yoqda nimalar bor? Bu yoqda-chi? Oppa, mana bu shpritsni o'zini idishi ham topdim. Menimcha mana shu narsalar yetarli degan umiddaman. Voy, nima bu? Mayli, o'zim bilan olib qolaman. Kerak bo'lib qoladi. Menimcha shu narsalar yetadi. Hop, kelinglar, endi men o'zimga dori yaratishim kerak tezroq. Hop, buni bu yoqqa. Hop, antibiotik bu yoqqa, fizrastvorni bu yoqqa. Hop, buni bu yoqqa qo'yamiz. Kristalni bu yoqqa qo'yamiz. Hop, ana bo'ldi, tayyor. Hammasini to'g'ri qilgan bo'liydi. Hop, qani buni qilamiz. Voy, to'xtanglar, nimadir bo'lyapti. Voy. Hop, voy, nima bo'lyapti? Hop, to'xtanglarchi. Ana bolalar, men o'zim rangimga qaytdim. Ura! Ana bo'ldi. Endi qolgan joyga ham ketaversam bo'lardi. Men ularga ko'rsatib qo'yaman. Nima tushunmadim, bu miyali parkurmi nima? Mayli, hop, o'tib olamiz. Zombilar vashshe g'alati ekandek boru qiyin bo'lishiga bunaqa zombidan, bunaqa miyali parkurlar qilishibdi. Ular, mayli. Yana mana bu yerda bunaqa zindalar ham bor, menga vashshe yoqmaydigan. Hop, bu yoqqa sakraymiz. Bu yoqqa. Hozir to'xtanglar, endi mana bunaqasiga ham qayoqqa? To'xtanglar. Bu yoqda yo'q ekan. Hop, mayli. Endi sekin mana bu yoqqa o'tib olamiz. Hop, bu yoqqa. Ana bo'ldi. Hop, sakraymiz bu yoqqa. Hop, mana bu lavani qaranglar. Hoppa, ana bo'ldi. O'tib oldim bolalar. Hop, endi bu yoqqa. Tushib ketishimga sal qoldi, lekin mayli. Hop, ozgina qoldi, mayli. Endi bu yoqqa sakrab o'tib olamiz. Tushunmadim. Bu yoqqa tezroq, endi ayoq sakrab o'tish kerak tezroq. Voy, lekin yomon qiyin qilishibdi deb bular. Mayli, ochamiz. Voy, to'xtanglar, mana bu yerda anaqa bor ekan, zombilarni yaratadigan. Hop, mayli, men sizlarga ko'rsatib qo'yaman hozir. Ushanglar, ana sizlarga, ana. Ana bo'ldi, ketdi. Hozir to'xtanglar, mana bu yerda nima bor ekan? Hop, men biz tashlash kerak bo'lar ekan. Mayli, ushanglar, biz tashlayman hammangni. O'sha. Hop, ana bo'ldi. Ana qilich bilan ham o'ldirib tashlab yurganman men bularni o'zi. Bundoq, mana ushalaring. Hop, bundoq. Davay, tezroq. Ana bo'ldi. Pistolet ishlashga to'g'ri keldi. Hop, mana bo'ldi. Bittasini biz tashladik. Hop, voy, mana kichkinaligini qaranglar. Mana kichkina shunaqa shustri, voysan qaranglar buni. Mayli, men hammani o'ldirib chiqaman, sizlarda shans bo'lmaydi. Mana buni qaranglar. Hop, ana bo'ldi. Biz tashladik. Mana buni ham bizamiz. Hop, mana bunisini ham. Hop, bu yoqda bormikin? Nima deb o'ylaysizlar? Bu yoqda ham bor ekan, ko'ryapsizlarmi? Buni ham biz tashlaymiz. Bekitib qo'yganini qaranglar bularni. Buni ham hammasini biz tashlayman. Salla boshqa kelmaydigan qiling, sallani vashshe asab ketaverdilaring. Mana bu yerda yana bor ekan, mana chiqib kelyapti, ko'ryapsizlarmi? To'xtanglar, qayerdan chiqildi? Mana bu yerdan chiqib kelgan ekan. Hop, buni ham biz tashladik. Hop, yana qayoqda bor ekan? Mana bu yerda ham ochamiz. Qanicha yo'q, bu yoqda yo'q ekan. Hop, bo'ldimi endi? Qolmadimi? Nima deb o'ylaysizlar? Hop, to'xtanglar, mana bu yerda yana yo'l bor ekan-ku. Hop, sakraymiz, ana bo'ldi. Oppa, ushalaring. Hozir to'xtanglar, bular o'zi nimadir qilgan ekan bularga. Bular o'lib qolgan ekan, qaranglar. Mayli, menga yaxshi-yu. Hop, mana bu qanaqadir odam bor ekan bu yoqda.
Sen tirikmisan yoki yo'qmi? Menimcha tirik bo'lsa kerak, qimirlayapti-yu. Menimcha mana zombilar bilan urushgan, ko'ryapsizlar, bir xillarni o'ldiribdi. O'ziga ham nimadir qilib keyin. Mayli, kelinglar, olmaga olaylik, jonim kam qoldi. Agar zombilar chiqib kelsa yomon bo'ladi. Hop, mana bu yerdan bularni olamiz. Ana bo'ldi. Hop, tepaga chiqamiz. Bu yoqda tomda nimalar bor ekan? Hop, mana bunaqa kiyim bor ekan. Bizga kerak bunaqa kakras. Hop, buni bundoq kiyib olamiz-da. Ana bo'ldi, bolalar. Men endi ularga ko'rsatsam, bolalar, mana shunaqa narsalar menga kerak kakras. Ular endi meni 100% yetolmaydi. Mana bunaqa kiyimlar. Hop, mayli. Mana bu yerda nima bor ekan? Opa, granatalar bor ekan, bolalar. Zombilarda shans yo'q. Hop, ham olmalarni olamiz, tillali. Hop, bu yoqdachi? Tushunmadim nima bular. Mayli, olamiz. Hop, bularni ham olamiz. Tepaga chiqamiz. Mana bu yerda yana zombi bor ekan. Opa, mana kiyim. Mana bu yerda yana shunaqa narsa, yana shunaqa. Mayli, men kiyimimni kiyib ola qolaylik, kelinglar. Olmani ham yeb olamiz. Jonim ko'p bo'lishiga. Ana bo'ldi. Endi pastga tushiramiz. Hop, zombilar yana bormiki? Mana bu yerda yana pastga yo'lak bor ekan. Hop, tushamiz qanicha? Oppa, ana. Mana ularni o'sha katta bazaligi. Mana menimcha o'sha final. Bola, sani o'rtoqlaring meni ushlab qolisholmadi. To'xtanglar, ne bu bunaqa kuchli emas. O'shangizga men seni hozir kuydirib tashlayman. Hop, o'sha tushunmadim. Ne bu bunaqa kuchliman? Mana buni olgin. Hop, to'xtanglar, u meni kasal qilyapti. Men yana dori qidirgim kelmayapti o'zimga. Ehtiyot bo'lish kerak. Hop, o'sha senga ana. Hop, olmay olaylik, olma. U qanaqadir yomon kuchli ekan, bolalar, ko'ryapsizlarmi? Hop, o'sha bo'laqa o'lasan hozir, men seni o'ldiraman. Bo'laqa, davay. To'xtanglar, perzarядка qo'yib, ush patrollarim kam qoldi. Bo'sh bo'ldi, bunda patrollar qolmabdi уже. Hop, o'sha mashina bilan o'ldirib tashlayman. Ura! Bolalar, men uni o'ldirdim. Meni qo'ldan hech nima kelmadi. Hop, endi mana shularni banglatib yuborish kerak. Mana o'shalaring. Hop, mana buni qaranglar, banglatayotganlar. Mayli, unga otish kerak emas, unda yomon bo'ladi. Hop, bu yoqlarga otamiz, bu yoqlarga. Hop, yana qayoqlarga? Menimcha bo'ldi. Qoyalarni qishloqlar bilan biz tashlaymiz. Bolalar, bugun lekin yomon bo'ldi. Demak, zombilarni zo'rg'a yutdik. Mayli. Zato hammasi yaxshi tugadi. Nushta bolalar, agar bugungi videom yoqqan bo'lsa, hammanglardan like kutib qolaman. Keyingi videomni kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar.